xizmatlarga 250 dollar, 300 dollar olyapsizlarmi endi? Shunaqa mashinamiz keramika bo'lyapti. Xo'p, keramikalar qilyapsizmi aka? Nima kapot kraska bor ekan bu yerdan baqada? Kraska yo'qmi? Nima ikki xil turibdi? Keramika shunaqa-da. Qoraroq bu, oqroq u. 25% qoraytiradi kraska. Bunchalik effekt beradimi? Shunday effekt beradi. Ustiga shunday shisha qoplama bo'ladi. Kraskani har xil shilinishlarda, lattali chiziqlari qum bilan yuvilganda chizilganda hamma. Hashilarni saqlaydi. Shu holatda 2 yil, 3 yil yarki bo'lib yuraveradi. Tinmay. Shu xizmatlarga 250 dollar, 300 dollar olyapsizlarmi endi? Shunaqa qilib turkab ekanlaringga. 4 kun vaqtimiz ketyapti. Keramikani surkash osoni, keramikaga tayyorlash qiyin, a? Har bir chiziqlarni yo'qotib chiqish kerak-da. Bir soatda qilib beramiz, 250 dollar olamiz. 4 kun 1 soatda. Tayyorlash qiyin. Har bitta ishda o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi.